boshingizga qiyinchilik tushgan paytda juda ham qiynalib qolasiz. Chunki bir o'zingizni boshingizga qolib ketadi o'sha qiyinchilik. To'g'ri, qiyinchilik kelishiga o'zingiz ham sababchi bo'lishingiz mumkin. Lekin yon atrofdagi yaqinlaringiz imkoniyati bo'la turib o'sha vaziyatdan sizni chiqarib olinmaganligiga juda alam qiladi. Ko'pincha men o'zim boshimda ham juda ham ko'p qiyinchiliklar o'tgan, hozirgacha ham qiyinchiliklar bor. Ko'p kuzatganman. O'sha qiyinchilikdan sizni chiqarishga emas, navorot o'zlarini ishi bitishiga qiziqib, mashina qilaylik, ana qilalasammi deb telefon qilishadi-da, mana misol uchun. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi sizlar bilan suhbatimiz qiyinchiliklar to'g'risida bo'ladi. Har bitta erkak kishining boshida kimdadir kattaroq, kimdadir kichkinaroq qiyinchiliklar bo'ladi albatta. Hammasi Allohdan. Sabr qilish kerak hammasiga. Chunki sinovni ham berguvchi Alloh, o'sha muammongizni ham hal qilib berguvchi Alloh bo'ladi. Bandasidan imkoniyat darajasida so'ramaslik kerak. Baribir sinovni bergan ham Alloh, qiyinchilikdan chiqaruvchi ham Alloh bo'lganligi sababli Allohdan o'zini so'rash kerak. Bandasidan so'raganingiz bilan baribir foydasi yo'q. Vaziyatingizni ko'ra bilib turib, qiyinchiligingizni ko'ra bila turib ham sizga yordam qo'lini cho'zmasligi mumkin. Naborot kuzatadi sizni. Qani bu o'sha qiyinchilikdan chiqib ketalayotganmi yo bankrot bo'lib ketayotganmi deb. Naborot sizni cho'kishingizni kuzatib turganlar juda ham ko'p bo'ladi hayotda. Ataylabdan shunday bo'ladi. Sabr qilish kerak. Chunki qiyinchiliklar deymiz, lekin har bitta mashinaga qarang, yorug' kunga yetkazib turgan. Ko'zimiz ko'rib turibdi, quloqimiz eshityapti, qo'l oyoq harakatda bo'lib turibdi, sog'lommiz. O'shani o'zi inson uchun eng katta boylik hisoblanadi-da. Alloh tomonidan beriladigan eng katta boyliklardan bittasi shu. Uni hech narsaga tenglashtirib bo'lmaydi bu narsani. Sabr qiling. Hamma qiyinchiliklar asta-sekinlik bilan o'zi yopilib ketadi. To'g'ri, aytishingiz mumkin. Juda ko'p sinovlar kelyapti meni boshimga deyishingiz mumkin. Hammasi Allohdan. Ba'zi bir joylariga insonni o'zi ham sababchi bo'lib qoladi. Qaysi ma'nodagi nafsi ustunlik qilib o'sha qiyinchilik girdobiga o'zi ham tortib qo'yishi mumkin inson. O'shanda ham Allohdan so'rash kerak. Men shu ojiz bandani kechir. Keyin o'sha xatoni takror qilmasligingiz kerak. Qiyinchiliklar odamni charxlaydi ham lekin. Charxlaydi, aniq. Chunki juda ham o'tkir bo'lasiz. Keyingi hayotingizda o'sha xatolarni takrorlamaslikka, o'sha kim bilan qanday muomala qilish kerakligini bila olasiz. Do'st, dushmanni yuzi shundaygina pardasi tortilib, aniq kimlar yoningizda qolayotgani aniq bo'ladi. O'zi umuman olganda qiyinchiliklar sizni o'rab olgan paytda pastda hech kim qolmaydi lekin. Ba'zi birlarda qolish mumkin, juda ham qadrdonlari bo'lmasa, qiyinchiliklar sizni doimo ta'qib qilayotgan bo'lsa, lekin aniq qolmaydi. Shuni yolg'iz qolib ketishdan Xudoning o'zi asrasin. Yolg'izlik eng yomon narsa. Oqibat ko'tarilgan. Hozir odamlar o'rtasida juda ham oqibat ko'tarilgan. Siz begonasiz-da. Shuni meni o'zim misol ustachilik bilan shug'ullanadigan bo'lsam, shunday bir ro'zg'orlarni ko'rganman. Endi misol hozir kimdir bu videoni ko'rib, buni uyimizga ishlatsak, bu uyimizdagi gap ko'chaga olib chiqar ekan degan ma'noga borishi mumkin, lekin bu gapim bilan men odamlarni kuzatib borganman. Aynan kimnidir ro'zg'ordagi narsani ko'chaga olib chiqish emas maqsadim.
hatto oilada er xotin o'rtasida oqibat ko'tarilgan u siz hech kim emassiz. U er xotin u butun umrga u jufti uni. O'sha er xotin ham kerak bo'lsa bir-biriga dushman yashaydi. Shunday ro'zg'orlar juda ham ko'p hozirgi kunda. Umuman oqibat yo'q. Mehrli, bir-biri bilan o'tirib bir yaqindan suhbat qurmaydi, fikr almashmaydi. Seni nima qiynayapti, qanday muammo qiynayapti deb bir-biri bilan gaplashmaydi ham hattoki. Farzandlariga bo'lgan munosabati ham xuddi shunday. Farzandlariga bo'lgan munosabati deganda, misol uchun qanday tushuntirsam ekan. Mana bola keladi, dars qilib bering, darsimga yordam qiling desa, telefonga olib o'tirgan bo'lsa, otasi, onasi bor dadangdan so'ra yoki ayangdan so'ra deb boradi. Bola keyin o'rtaga qolib ketadi. U hali o'suvchi, uni ongi, fikri toza. Keyin u o'ziga o'shanda xulosa holatda, "Znash, meni o'qishim hech kimga qiziq bo'lmayaptimi?" deb o'zi o'qimaydi ham bola. Bolangizni bolaligi hech qachon qaytib kelmaydi, hurmatli obunachilar. Aniq bu narsaga. Xuddi sizni bolaligingiz qaytib kelmaganda, bolangizni ham bolaligi hech qachon qaytib kelmaydi.